Yangiliklar rivoji. Vohamizning birinchi FM to'lqinida doimo xabardor bo'l va sen birinchisiz. Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazib, inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurashish xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatoridan joy olgan. Hududgaz Qashqadaryo gaz ta'minot filialida o'tkazilgan tadbirda ana shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Mas'ullar tomonidan filial tizimida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvini oldini olish borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Xodimlarning korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi. Ayniqsa filial tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarda korrupsiyaga qarshi immunitetni mustahkamlash va jamoatchilikning faol ishtirokini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bundan ko'zlangan maqsad esa jamiyatda adolatli muhitni shakllantirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdir. Tadbir yakunida jamiyatda huquqiy ongni oshirish va korrupsiyaga qarshi immunitetni mustahkamlash, shuningdek filial tizimida bu boradagi ishlarni yanada samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Yangiliklar rivoji. Vohamizning birinchi FM to'lqinida doimo xabardor bo'l va sen birinchisiz.